Assalomu alaykum hammaga. Bugun Samarqandda chiqayotgan elektrobus obzorini qilamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Bu qanaqa avtobus? Bu avtobus полностью электрический, elektrobus hisoblanadi. Anaqa yo'q, dvigatel umuman yo'q. Dvigatel umuman yo'q, faqat elektr dvigatel turibdi. Производство Germaniyaga dvigatel Siemens kompaniyasi dvigatel bo'ladi. A tak bu avtobusi bizning Samarqand zavodida chiqar zavodda. Mana shu avtobusi. Dizaynni kim ishlab chiqardi? Dizayni o'zimizniki. O'zimiz konstruktorlar, Samarqanddagi. Atak zapchastlar qo'ygan hammasi O'zbekistonda topsa bo'ladi. Zapchastlar O'zbekistonda topsa bo'ladi. Hammasi. No, asosiy zapchastlik biz mana shu import olib kelyapmiz zapchastlar. Sborka masalan Sborka полный sborka O'zbekistonda, keyin karkas полный O'zbekistonda yig'ilyapti. Karkasi. Elektronikachi programmalar. Elektronika ham Toshkentda yig'ilyapti. Toshkentda emas, Samarqandda yig'ilyapti. O'y, ichib kirib ko'ramiz. Bu yoqqa o'tirib bo'ladimi? Bo'ladi. Qanaqa chiqadi? Wow. Эксклюзивный обзор. Ой, о. Вообще zo'r. Pakajchi Xitoyga qancha konkurensiya qila olamizmi? Yutonga. Yutonga pakajchi? Pakajchi qo'yamiz. Nima yutmaymiz. Anaqacha massовый производство. Massовый производство endi xudo xolasa 2026-yilda уже massовый производство chiqadi. Bu hozir prototip, 25-yili prototipi. Bo'lagan ancha yaxshi chiqdi. Mandan yaxshiroq bu? Pakajchi tam, mana eshiklar g'ichillashlari. Yaxshiroq. Mana yaxshiroq. Mana atak o'zimizda ishlab chiqariladi. O'zimizni полный lokalizatsiya o'zimizniki. Samarqand zavodida. Svetini yoqsa bo'ladimi? Svetni zavod qilish kerak. Mayli, yoqsa bo'ladimi? O'ylagan zo'r chiqdi lekin oynalar ham o'zimizda-ya, oyna hammasi. Oynalar o'zimizniki. Mamlaqalar ham bor ekan. Lekin zo'r, birinchi O'zbekistondagi elektrobus. Lekin zo'r razviya. Oldin ham bitta olaylik. Lekin real chiroyli gigant chiqdi bor-ku. Anaqasi qayerda buni dvigatel, elektr dvigatel. Dvigatel Dvigatel orqa tomonda bo'ladi. Mana shu yerda dvigatel joylashgan. Общий 8 ta batareya bor. 4 ta batareya shu yerda turibdi, 4 ta batareya tepada turibdi, tomda turibdi. Zapas xodi-chi? Zapas xodi 300 kilometr shahar ichida. Zo'r. Bir kun yetar ekanda. Bir kunga bemalol yetadi ekan. U anaqa-ya o'sha. Eski model dvigatel-ya. Bu Euro 5, bu yerda уже gazовый dvigatel turibdi. Bu gazda yuradi. Euro 5 standartli dvigatel qo'yilgan. Ano Isuzu'ning eski modellari bor hozir, chastaloq ishlab berishdi-yu. O'sha yangi modelim shundaymi? Bu ham yangi model ya. Как yangi model? Уже necha yildan chiqizyapti mana shu modeli. Buni hech ko'rmadim buni lekin. Ko'rsam anaqasi ko'rdim, eskichasi bor-ku. Bu совсем eski. Bu уже это усовершенствованный modeli. Ну, bu gazовый. Gazda yuradi, metanda yuradi. Полный metal, metal. Полный metanda yuradi. Bu ham 300 kilometr deb yuradi. Bu elektronikasi hammasi o'zimizda ishlab chiqaramiz. Dvigatellari. Yo'q, dvigatelni Yaponiya olib kelyapti. Именно Yaponiya Isuzu zavodida original dvigatel kelyapti Yaponiyada. Значит, надежность bor. Надежность bor, ha. Hammasi dvigatel, коробка передач yaponskiy shu yerda turibdi. Ikkita gaz ballon shu yerda turibdi. Pasta, ikkita gaz ballon, u italyanskiy firmasi. Bu gaz ballon o'zi italyan. O'zi italyanskiy, Italiyadan kelyapti gaz ballonlar. Zo'rlik. Rahmat aka, kattakon. Shu yerda degan haqqa kattakon.